ko'pincha so'rashadi, qaysi sohalarda biz amaliyot o'tkazamiz. Bosh sohalari deydigan bo'lsak, barcha teri osti sohalarida bu ensa sohasi, chakka sohasi, ko'z peshona sohasi va burun sohalarida shu migren xirurgiya amaliyoti o'tkaziladi. Bu demak 4 ta soha bo'ladigan bo'lsa, har bir soha bo'yicha innovatsion operatsiyalarni ishlab chiqib, har bir sohadagi innovatsion operatsiyalarimiz uchun bizda patentlar mavjud. Bugungi kunda bu dunyo miqyosidagi shu innovatsion operatsiyani, kam invaziv operatsiyani o'tkazish bo'yicha patentlar olganmiz. Endi kuzatuvlarimiz natijasida biz aynan shu aktiv sohalarning eng ko'pligi to'rttalab zona ishlaydigan aksariyatda ko'pincha bizning vatandoshlarimiz bo'ladi. Bu qaysidir ma'noda hali aytiladi-ku, o'zbeklar qachon shifokorga murojaat qiladi desa, oxirgi etapda deyiladi-ku. Demak, ungacha uyda davolanib ko'riladi, o'rtog'ini aytganini qilib ko'radi, qarindoshini aytganini qilib ko'radi, shifokorga bormaydi, tabibga boradi, qon oldirib ko'radi, boshqa bo'ladi. Ungacha kasallik avj olib rivojlanib boraveradi. Haliga aytganingizdek maska kiyib ko'radi, bo'lmagandan keyin shifokorga murojaat qiladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bilmayman, bizgacha yetib kelgan yoki bo'lmasam ikkinchi yo'nalish oxirgi etapda ayniqsa bizga keladi. Surunkali formada o'sha biza aynan har bir sohada, shu 4 ta aytib o'tgan sohada xirurgik muolaja o'tkazishga majbur bo'lamiz.